Seminar davomida ishtirokchilarga mehnat xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarning oldini olish hamda xodimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish masalalari yuzasidan muhim tushunchalar berildi. Shuningdek, kasb uyushmalari tomonidan olib borilayotgan tizimli ishlar, yurt taraqqiyoti yo'lida birlashaylik shiori ostidagi tashabbuslar haqida ham batafsil so'z yuritildi. Shu bilan birga hukumatning tegishli qarori asosida joriy etilgan yangi tartiblar, xodimlarni o'qitish, yo'l yo'riq berish, bilimini sinovdan o'tkazish hamda malakasini oshirish jarayonlari yuzasidan tushuntirishlar berildi. Xodim o'z mehnat vazifasini bajarishda xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilmas ekan, albatta u bilan o'sha sodir bo'lish ehtimoli bor hodisalar yuzaga keladi. Bugungi o'tkazilgan targ'ibot tadbirimizdan ishtirokchilar o'zlariga tegishli xulosalarni oldi va joylarda shu mehnat muhofazasiga rioya etilishi va jamoatchilik nazoratini o'sha saylangan vakillar tomonidan amalga oshirilishiga bir zamin yaratildi bilaman. Savol bor edi, yangi ishga qabul qilingan xodimlarni mustaqil ishlashga ruxsat berishni muddatlari va uni attestatsiyadan o'tkazish tartiblari to'g'risida savolim bor edi. O'zimga kerakli javoblarni oldim. Seminarda olgan bilimlarimizni kelgusida ish faoliyatlarimizda qo'llaymiz. Hudud gaz Jizzax gaz ta'minoti filialida o'tkazilgan xavfsiz mehnat asoslari o'quv seminari xodimlar uchun juda foydali bo'ldi. Tadbirda nafaqat xavfsizlik qoidalari va yangi tartiblar tushuntirildi. Savol-javoblar orqali amaliy ko'nikmalar ham oshirildi. Shu orqali xodimlar o'z ish joylarida xavfsizlikni ta'minlash, kasbiy malakasini oshirish va favqulodda vaziyatlarning oldini olishga tayyor bo'lishdi.